Bu qitimqi safarimiz Turpanga bo'ldi. Davay, davay, Turpanga davay. Bu sıktı qandoq tatqil oldu aka? Sen tatamısan, men tatalaydigan adam tapaycha bo'ldi. Ya akam, tatımız, tatqil bo'ldi. Men demoqchi shu sal ya, cho'qim tatalaymiz aka. Hamsashda kelishdik ha? Ma'qul, ayt ko'rishlar. Xo'sh. Ya bu 5 mi koymak kadar kılmam diye. Okşattı o adam ne? Emrahim bulsun pervane, Emrahim bulsun pervane. Emrahim bulsun pervane, Emrahim bulsun pervane. Oy to'xtang. Nim bo'ldi? Voy, isingiz bo'lmaydi. Nimaga? Samirib ketsiz. Nima yeymansan? Mana mani ya. Parvona nolmay tarkiblik shirinlik kangipin to'zdirib bo'lsa, samirib ketishdan ansiribisingizmi bo'ladi. Ham bir xil payza. Parvona shirinlik kangipin to'zdiri. Yası kemirdi mi? Telefon qilsam olmadi. Yo'l kelayotganda. Degan sahardan nimaga chaqırdingiz? Sizlarni jiddiy chaqirishimdagi sabab bu gapni endi sizlar qandoqmi deyman. Voy nima gapda u deyamaydigan? Men yana sizlarning yordamingizga muhtoj bo'lib qoldim. Yana ilan ishlaydigan gap degina bu. To'xtanglar. Cho'qim bu ilonni ishlamaydigan bo'lib qoldik. Shundaymi? Men baldirlik vilayatdan bu shunda bo'ldiganni. Voy, undaq emas. Men gapning oxirida og'lig'i ne? Tunugun men bilan ko'rishgan bo'lib-ku. Ilonga chiqolmaydigan bo'ldi. Ya gapning bilig'i topmasang bo'lmamdi deyman, ha? Bu balning bek e'loni chiqisi bor. Lekin shirkat tarafdan e'longa bir artisini bekitib qo'yibdi. Voy siz bunchalar jiddiylikka ish emaskan-ku, kichik ishkan-ku. Kichik ish emas. Bu bir odamning hayotiga taqishirgan ish. O, kim o'libdi? Jinim Seypiye birisi o'lmadi. U bola bek ig'ir kasalga. Uning faqat 2-3 oylik vaqti qolibdi. U bolaning bir orzusi bor ekan. U bo'lsa-mu o'lishdan oldida ekranga bir qitim bo'lsa-mu chiqib olg'isi bor ekan. Oson ishkan-ku, a shirkat tarafdagilarga dangmush gapni. O'zi chiqyapsiz uydanqa? He, to'g'ri. Biz-chu amal qilib, oshpalning orzusiga yetish uchun yordam qilaylik. Hey, sizlar bunday degan bilan shirkat taraf unamda. Amsi qatarab unaydi. Biz unaymiz, uy. Voy, sening unug'uning bilan nima foydasi bor? Voy, shu men shunday davatmandim. Hech nimaga foydasi yo'q. Shu bizni oshpallik uchun iniq gapni deylik. Iniq gapni desak bo'lmaydi. Iniq gapni deb qo'ysak, u 2-3 oy yashaydigan bola u bolaga eg'ir kelib bugili o'lib qolsa men qanday qilmay? Ha, demayli, ig'ir keldi-da. Ig'ir keldi. Oma odam tusa, menga ig'ir keldigan tusavish. Unda o'schi. Biz u bolaga qattiq ig'ir kelmagidek amaldan tepishimiz kerak. To'g'ri. Cho'qim yaxshi amal tepishimiz kerak. Ha? Yaxshi amal topmasak bo'lmaydi. Ha, u bolaga va'da bergan tusa. O bolaning ko'ngliga mening faqat azor berib qo'yg'im yo'q. Ish qilib o'ylasam, yuragim ochiq bo'ladi. Voy ko'nglingizni buzmang bo'ldi.
Biz ma bir nechimiz bot tutsak, obda amaldan birini o'ylab chiqamiz, shundaymi? Ha, şu tapamız. Biz ba ensirmigine. Ya kelinglar. Tejam elektron sodichaklik şirketi Turpanga Safar filmini alohida qo'llagan. Yaxshimi ko'pchilik? Yarashdimi? Qani bir cho'lponlardik. Nima bo'ldi? Jilabsizlar-ku? Siz sormang biz demayli. Köylüm olamaydı desem tanım köyde. Voy zot, nima ish bo'ldi demamsizlar unda bo'lsa? Akşam bizning rejissor o'lib qoldi. Nima? Rejissor oqshom o'lib qoldimi? U qani? Va'di be. Anam. Nimishqa? Nimishqa deb qoldi? O'zimamdi. Bir necha kun chidab yetib o'lsam bo'ldi deyman. Oturma Efkan. Oturma. Çıdıgan. Lekin bardaşlık veremedi. Bırak istemem de. Ayağı canlanış onu ölümge ip gitti. Sizni uçuratma şu dakikadan başlap Sami akınız sizin arzuyunuz için özünü atıp etti. Akşam kecha siz chiqadigan e'lonning loyihasini tuzdi. Nayt güzel bir eser dunyoga keldi. Albatta o güzel eser sizning şu güzel ruhsaringizning mujassamlanishidan barliq kelgan. O yana hayajonlanib ketib o'lib qoldi. Oy maqana qilay. Oy meni bu tashlab ketish qanday yurkingiz chididi ya. Oy bu e'lonni tatmaylab ketib qolishingiz men uchun bir cho'q yo'qotish qo'yimdi. Ko'nglingiz yerim qilma. Dunyoda şu ashta yo'qolishlardan nurg'un ishlar barliq kelgan. Voy siz boshda bir men yo'qotgan bir yo'qotib bekmi? Hayacanlanma Efkan, hayacanlanma. Hayacanlanış sizni ölümge yıkınlaştırdı. Ben nimaga yaqinlashtirmam da? Lekin siz yıkılasınız bo'lmaydi. Aras. O o'lib ketishdan burun biraniz demidimi? Dedi. Nima de? Sizning umringizni uzun buldu. Hamma ishlar asta-asta o'tib ketdi. Salomatlik eng muhim dedi. Meni demoqchi o'g'lim, men to'g'ri biraniz qoldirdimi demoqchiman. Ha kaldadı. Qani? Mana. Qaqasgan qo'y. Jigit, bilime. Men san qarz. Bu qarzni mush hayotimda cho'qim qaytarib o'taman. Sen arzuyingga cho'qim yeta olaysan. Rejissor nomidan Sami ak. Nimda betalayman? Ha? Bak, nimish qilmishdan ziyon tortma. Meni ham nesmasam deganda deyman men. Cesedine ketkil kepke. Bo'ldi, ko'nglan yenim qilmanglar. Ishlar cho'qim yaxshi ketdi. Men asta qaytay. Ma'qulamisiz? To'xtag'ina. Bu rejissor o'ylab qolgan bo'lsa, ma ishxonadagi bolalardan nasam bo'ldi pulni. Qarab turib ziyon chiqamda uni menga. Ey odam mama!
Qani bular? Hey, adam bormi? Men bor. Almayman. Aka, men almayman bo'ldi. Men almayman. Bo'ldi aka. Men almayman. Bo'ldi. Voy, men sana tushundiray. Almasan tek yaxshi. Meni ko'rib ko'zlaringiz yo'g'onab ketdi-ku, ha? Hayron qildingiz, ha? Manga doyingda qisqa uchur yo'llagan dangliq rejissor sizmitingiz? Bilgan bo'lsam hargiz kelmaydim. Endi bildingiz-ku, ha? Ben Franko'man emas. Menmiş ya. Bilme. Sizga hozir to'y qilib qo'ygan bir qiyr xotin. Gapingiz bo'lsa tezroq qiling. Mening quruq gap qilgan vaqtim yo'q. Qaraganda erangiz bilan xili munosabatingiz yaxshi ekan, ha? Pek yaxshi. Ish qilib, siz bilan o'tgan kunlarga qaraganda men yaxshi. Yaxshilik chiroyingiz chiqibdi. Semirib qopsiz. Qaraganda erangiz toz yeydiganga o'xshaydi. Qo'sqi oldiga qo'ng kenik chiqib ketgan, ha? Kallangizning dadi yo'qdi. Mayli qandoqli bo'lsin, ish qilib sizdek yog'inchi emas. Men yog'inchimi? Yog'inchi. O'tib ketgan yog'inchi. Yog'inchining cho'ng dadisi. Ha. Men yog'inchi bo'lib turay. Ma'qul. Lekin siz menga o'xshash yog'inchi. Men sizni qanday oldim? To'y qilib oldingizmi? Ha? Meni sizga bo'lgan muhabbatimga sotqinlik qildingiz. Yüzünüz ozroqmi chimildimamda? Ayni vaqtda meni yaxshi ko'rma, olma deb kayningizga sepshirib, oxirgi borganda boqolmag'idekma, sizni qiynab qo'yg'idekma degan kim u? Men rostga qilgandimmi? Ha? Bu rostga qism yog'inchilik kiramda? Shu rost gapni boshtaroq qilsangiz bo'lmamdi. Men sizning pulingiz yo'qligini bilsam-mu, meni yaxshi ko'rdi-ku deb hammaga ma'qul bo'lgan. Lekin siz meni yaxshi ko'ribmi baxmabsiz. Siz faqat men bilan ko'ngil ichishni yaxshi ko'rgansiz. Siz meni oldidingiz. Men sizdan mengu nafratlanaman. Siz meni nobud qilyaptingiz. Qanday nobud qilma? Ha? Nobud bo'lish to'g'ri kelsa, men nobud bo'ldim. Çatak çıktı. Nimish bo'ldi? Ügre. Nima ugra? Enim dadam apalarni ilib bizning uyga kelay deb qopti. Ular safardan kelgandan keyin harda o'qish ish qispakan. Men yo tomoq idishni bilmaysan. Xotin kishi bo'lgandan keyin bir amal qilmabsiz. Ha. Acayip o'xshabdi. Ha? Qizim, yana bir chini ayt chiqing. Ma'qul dada. Xotin
Tomoqni qanaqa qildingiz? Parvonadan so'rang. Parvona? Parvona tayyorgarchilik tamoqlari sizga haqiqiy uy ta'mini his qildirdi. Sami, bu yoq. Men senga beni bergan. Şirketdan bekitgan artist Rishad. Men sizni tanıyman. Men mi sizni tanıyman? Siz eliqi biz oldin qitim ko'rinish olsak, osh o'tiriq yetib kiriblar, meliq bu ham bo'shab qoldi degan dangliq rejissor shuga deyman, ha? Ha.